Do'stlar, bugun alohida bir xil tamoq etmoqchi. Yana so'yuji. Uyg'urcha atalg'usi chig'irtma deb ataladigan bir xil tamoq bo'lib, buni ko'pincha do'stlar choyxonalarda yeb baqqan bo'lishi mumkin va yoki yeb baqmagan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa, etishni boshlab ketdik. Diqqatinglar menda bo'lsin hamsa do'stlar. Ketarlik materiallar to'xu pachiqdan bir tal, yong'yo'dan bir tal, bosh piyozdan bir tal, ko'k qizil laza, pomidor, oshko'ki, tuxumdan 4 tal chaqsaq yetadi. Qor marvoyat qozonimizga zaytun maydini azroq qo'yib, yong'yo'ni qizartib elib olamiz. Undan keyin to'xuni silib, to'xunimi o'xshash shaklda qizartib pishirib olamiz. Ondan bosh piyozni silib, mezlik puraqchiqcha qo'raymiz. Keyindan ko'k qizil laza, pomidorlarimizni silib, rosa qo'raymiz. Bu tamog'imiz tabiiylikni asos qilgan bo'lib, faqatla tuz, qarmoshtilam ta'mini tangshab qilib olsak bo'ldi. Undan keyin shu biz qizartib tayyor qilib olgan yong'yo'ni silib, 2 elektrgandan keyin ustiga chiqib tayyor qilib olgan tuxumni tashi yeyib to'kib olamiz. Undan keyin to'g'ni yepib 3 minut dumlaymiz. Oxirida to'g'rab tayyor qilib olgan oshko'kini ustiga tashi chechib taxsiga usupli iste'mol qilsak bo'ldi. Vah, mana bizning taomimiz tayyor bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, go'sht, sayko'ktat, tuxumdan iborat mushunaq mo'l tarkibli tamog'imiz tayyor bo'ldi. Do'stlar, sizlarning yeganlar keldimi? Teximiz har xil taomlarni o'rganay deb o'ylasangiz, keyingi sonlarimizga diqqat qiling. Xayr xo'sh.